Заблокировать Telegram, заблокировать WhatsApp, заблокировать VPN, а всех, кто пользуется, привлечь к ответственности. Rossiyada so'nggi 3 kun davomida Telegram messenjeri va WhatsApp faoliyatida jiddiy uzilishlar kuzatilmoqda. Qaysi priложение zo'r ishlayapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'plab foydalanuvchilar ilovaga kirish qiyinlashgani, xabarlar kechikib yetib borayotgani va ba'zi hududlarda umuman ishlamay qolayotganini bildirdi. 13'ünden başlap Telegram, VPN'lerin bарын blok deb chiqdi. Instagram menen, Telegram menen, VPN'ler menen qo'shtirishib o'xshaymiz Moskvadagilar, Rossiyadagilar. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bu jarayon ataylab sekinlashtirish sifatida baholanmoqda. Vaziyat fonida Telegram asoschisi Pavel Durov rasmiy bayonot bilan chiqdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya hukumatı fuqarolarni davlat nazoratidagi kuzatuv va siyosiy senzura imkoniyatiga ega bo'lgan ilovalarga o'tkazish maqsadida Telegramga bosim o'tkazmoqda. Durov shuningdek tarixiy misol keltirib, Eron davlati ham 8 yil oldin aynan shunday yo'l tutganini eslatib o'tdi. O'sha paytda ham Telegram cheklangan, biroq natijada foydalanuvchilar turli usullar orqali baribir messenjerda qolgan. Ya'ni bunday taqiqlar kutilgan samarani bermagan. Hozircha Rossiya rasmiylari tomonidan to'liq izoh berilmagan bo'lsa-da, Telegram atrofidagi vaziyat so'z erkinligi va raqamli nazorat masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi. Bu holat oddiy texnik nosozlikmi yoki siyosiy qarormi? Savol esa ochiq qolmoqda. Rossiyada Telegram o'zi sekinlab ishlash boshladi. Qaysi priложение zo'r ishlayapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar. WhatsApp tugadi, Telegram ham o'zi tugadi, почти. Вообще грузит qilmayapti. Sizlarda ham shunaqami?